Bu ibora bugungi O'zbekiston taraqqiyoti va kelajak istiqbollari haqida o'z yuritishda ishlatiladigan she'rlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida amalga oshirilayotgan barcha islohotlari, modernizatsiya va xalq farovonligini oshirish yo'lida qo'yilgan maqsadlarni ifodalaydi. Mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy rivojlanish bunda sanoat, qishloq xo'jaligi, innovatsion texnologiyalar va investitsiyalarni loyihalari orqali mamlakatni yanada barqaror va raqobatbardosh qilish. Ikkinchisi ta'lim va kadrlarni tayyorlash. Bunda yoshlar va mutaxassislar uchun sifatli ta'lim va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish. Uchinchisi ijtimoiy farovonlik, aholi ijtimoiy himoya qilish, sog'liqni saqlash, uy-joy bilan ta'minlash va turli xil xizmatlarni ko'rsatishni takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Yashil barqarorlikni rivojlantirish bunda ekologik masalalarni, tibbiy resurslarni samarali ishlatilishi va atrof muhitni muhofaza qilish nazarda tutiladi. Beshinchisi demografik va huquqiy masalalarda qonun ustuvorligini mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash nazarda tutiladi. Shu tarzda kelajakka dadil qadamlar bilan deganda mamlakatning oldida turgan barcha muammolarni hal etish, islohotlarni davom ettirish va jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lish yo'lida qat'iy va aniq choralarni ko'rish nazarda tutiladi.